Assalomu alaykum. Bugun 21-oktyabr. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Ushbu sana munosabati bilan Farg'ona viloyati kasbiy-ko'nikmalar mintaqaviy markazi tinglovchilarimizdan bilimlarini sinab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bugun qanday kun ekanligini bilasizmi? Ha, bugun davlat tilimiz qabul qilingan kun. Ushbu bayram bilan barcha yurtdoshlarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Davlat tili o'zi qachon qabul qilingan? Adashmasam 1989-yil 21-oktyabr. Bugun qanday kun ekanligini bilasizmi? Ha, albatta. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Necha yilga nishonlamoqdamiz? 36 yiliga Ha, qachon qabul qilingan? 1989-yil 21-oktyabr. Ushbu bayram munosabati bilan hamma yurtdoshlarimizni tabriklayman. Bugun o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Ushbu bayram munosabati bilan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Necha yilga nishonlamoqdamiz? 36 yillik. Qachon qabul qilingan? 1989-yil 21-oktyabr. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Necha yilga nishonlamoqdamiz? 36 yillik nishon. Men o'zbek tilini sevaman.